Voy, yonib ketdi-ku. O'zbekiston hududida eng yaxshi utepleniya materiali qaysi hisoblanadi? Penami yoki Stiklovatami yoki Express Pinaplex yoki Kaminniy bazalt? Hozir men sizga qaysi material qaysi holatda utepleniya vazifasini bajarishini tushuntirib beraman. Birinchi tushuntiradiganimiz bu. Pena bo'ladi. Xo'p, pena biz bu yerda yonadiganini ishlatganmiz. Abrazes uchun o'zi buni hozir agni uporlari chiqib ketgan. Pena nima funksiyani bajaradi? Xo'p, penaning tom qismiga sepiladi. Issiq sovuqni qaytaradi, lekin bu ispareniyani qaytara olmaydi. O'shaning uchun ko'p holatda biz shunaqa joylar bo'lgan obyektlardan opta pena septirgan odamlardan olib tashlab bazalt qilib berganmiz. Bu namgarchilik qilib, o'zida vlajnostni yig'ib, havo o'tkazmasligini hisobiga o'shanga penani men ko'p holatda tavsiya qilmayman, lekin utepleniya vazifasini bajaradi, ham arzon hisoblanadi bu. Keyingi materialimiz bu Stiklovati bo'ladi. Stiklovati bilasizlar, kvarsoviy toshdan tayyorlanadi. Buni endi plus taraflari materiali juda ham arzon va utepleniya vazifasini bu ham yaxshi bajaradi. Buni asosiy hollarda devorli peregorodkalariga, gips kardonlarning orasiga qo'yiladi va tom mansarda qismiga qo'yiladi, lekin buni minus tarafi nima? 10-15 yildan keyin kvarsoviy toshdan tayyorlangan hisobiga uvoqlanib, bu to'kilib yo'q bo'lib ketish ehtimoli juda ham katta va o'sha aytib o'tganimdek plus tarafi narx arzonligida. Keyingisi Express Pinaplex, bu ham fasad qismiga ishlatiladi, imенно fasad nega bor va bu tom qismlariga ishlatiladi. Material ham arzon. Xo'p, fasad qismida ishlatilganda bu bazaltga qaraganda prochniroq utepleniya vazifasini bajaradi, lekin nafas olmaydi, havo o'tkazmaydi. Uyingizni ichiga обязательно kuchliroq ventilyatsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin bu tom qismi va pol qismiga juda ham yaxshi ishlaydi. Bu teplый polni tagidan ustidan stяжка bo'lishi kerak. Tom qismidan bo'ladigan bo'lsa, qachonki uyingizda sauna, basseyn bo'ladigan bo'lsa, tom izolyatsiya qilib turib, o'shani ustidan 2 qavat yoki 3 qavat Pinaplex qilinadigan bo'lsa, ustidan penopolistirol yoki stяжка qilinadigan bo'lsa, ana o'sha eng zo'r utepleniya vazifasini bajaradi. Ko'p holatda bizga uy egalari murojaat qilishadi, domlarda biz gips kardonning orqasiga anaqa Pinaplex tashlab ketganmiz, utepleniya qilmayapti, uchastkalarda bo'ladi. Uy ichiga buni qilib bo'lmaydi. Bu o'zidan zararli modda chiqaradi. O'shani hisobiga uy ichida hech qanaqasiga devorlarning orasiga, peregorodkalarning orasiga qilib bo'lmaydi. Bu faqat tom holat, stяжкаlarning tagida olib ketadi yoki fasad tashqi qismidan qilinadigan ishlatsa bo'ladi. Xo'p, endi asosiysi bu Kaminniy bazaltga keladigan bo'lsa, Kaminniy bazalt bilasizlar, bu 100% ekologik toza mahsulot. Vulqon toshi, ya'ni o'zini sastafida o'zining toshlari bor, qo'shiladigan o'shanaqa ekologik toza mahsulot hisoblanadi. O'zidan allergik, ximik, radioaktivniy zararli modda chiqarmaydi. O'shaning uchun hammasini ichidan eng tavsiya qiladiganimiz bu Kaminniy bazalt bo'ladi. Devorga qilsangiz ham bemalol nafas oladi. Uy ichida peregorodkaning orasiga ham bemalol tashab ketsangiz bo'ladi. Hech qanaqa yonmaydi. Bu agni upor shum izolyatsiya vazifasini juda ham yaxshi bajaradi. Tom qismiga ham qilinadi. Misol uchun deylik, tom qismiga qildinglar va devor qismiga qildinglar. Hozir bilasizlar, ko'p holatda uylar, uchastkalar yonishi holati ko'p bo'lyapti. Agar xudo ko'rsatmasin qattandir o't ketadigan bo'lsa, sizlar buni polni tom devorni utepleniya qiladigan bo'lsanglar, uy ichiga hech qanaqasiga do'st bermaydi Kaminniy bazalt. Devorda qiladigan bo'lsanglar, uyga ventilyatsiya qilish shart emas. Devor bemalol o'zida nafas olaveradi. Bazalt shunaqa juda ham eng effektivniy narsa. Bazaltdan yaxshi effekt beradigan, utepleniya vazifasini bajaradigan hali material yo'q. Hozir bosqichma-bosqich har bitta materialimizni eksperiment qilib beramiz. Qaysi materialimiz yonadi, qaysi biri yonmaydi, o'shani ko'rsatib beramiz. Mana aytganimdek, bu yerda bize yonadigan anaqa ishlatganmiz, pena ishlatganmiz, lekin buni agni uporlari bor. Mana Stiklovatani ko'rsanglar, bu kuyadi, lekin yonib ketmaydi. Pena ketdi. Xo'p, Pinaplex bo'lsa, mana Pinaplex zaprosda yonadi bu. Mana eng sifatli material Kaminniy bazalt. Buni
o'tinli katta kostyor qilib ichiga tashlab yuborsangiz ham yonmaydi bu. Mana shunaqa qorayib qoladi bo'ldi. İçidan chiqib kelaveradi o'tinlarning orasidan. Mana bitta joyga olib berib turamiz, bemalol. Mana ko'rib turganingizdek, har bitta materialni ham amaliy, ham og'zaki tushuntirib berdim. Mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar, hamma material qanaqa ishlashini. Biz bu materiallarning hammasini utepleniya jarayonida ishlatamiz, klientlarning talabiga qarab va imoratning holatiga qarab. O'shaning uchun bizning 90% holatda tavsiyamiz bu kaminniy bazalt bo'ladi. Nimaga? Shu hamma materiallarni utepleniya vazifasini bitta kaminniy bazalt o'zi qilib bera oladi. Bu juda ham yaxshi material hisoblanadi. 90% holatda faqat kaminniy bazalt ishlatamiz. O'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qiladiganimiz bu kaminniy bazalt bo'ladi. Ismim Shahzod, utepleniya sohasida 8 yillik tajribaga egaman. Shu vaqtgacha biz 1000 ga yaqin obyektlarni, частный obyekt va katta brend imoratlarini utepleniya qilib kelyapmiz. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Hamma materialni tushunib oldik. Eng sifatlisi bu kaminniy bazalt ekan. Agar biz kaminniy bazalt sotib oladigan bo'lsak, eng sifatli utepleniyani kim qilib bera oladi? Agar sizda xuddi shunaqa savol bo'ladigan bo'lsa, biz sizga yordam bera olamiz. Biz Teplomaster jamoasi butun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab utepleniya xizmatini ko'rsatib bera olamiz. Bizning asosiy faoliyatimiz bu Toshkentda. Agar sizning imoratingiz 300 kvadratdan katta bo'ladigan bo'lsa va viloyatda joylashgan bo'lsa, biz albatta borib xizmat ko'rsatib bera olamiz. Pastda raqamlarimni qoldirib qo'yaman. Agar aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, o'zim batafsil aniq ma'lumot beraman. Bunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib o'rmaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.